Men Turkiyaga kelishimdan oldin to'g'risini aytsam, aniq tasavvurim bo'lmagan bu yerda qanaqa yashashim, qanaqa o'qishim haqida. Yarashim qiyinchilik taraflari bor. Masalan, men именно nima desam bo'ladi? Og'riqli topiklardan boshlayman. Og'riqli topiklar bu Ro'molcham olaman, to'xtanglar. 1,5 oy o'qigansiz. O'sha yerda 1,5 oy o'qigan tajribangiz bilan o'shanga asoslanib, bu yoqda o'qishda ozgina solishtirib bera olasizmi? Hozirgacha ham даже men bu yuqori уровеньdagi studentlar ham уровеньning oxirida bo'ladigan testlarni yiqilishyapti. Agar to'g'ri aytdilar, agar sohalar matematikaga oid bo'ladigan bo'lsa, iqtisod, biznes bo'layotgan bo'lsa, qattiq qaraylik. Turkiyaga kelgandan keyin sizda eng ko'p shok qilgan narsa nima? Jinni qilib qo'ygan narsa birin. Sigaret. No, o'qiyotgan shaharimni almashtirgan bo'lardim. To'g'risi. Ha, to'g'risi. Izmirga almashtirgan bo'lardim, masalan. Chetga chiqib o'qish xavflimi? Imенно Turkiya haqida gapiryapmiz hozir. Xavflimi yoki xavfsizmi? Assalomu alaykum. Men yaxshi joylashuvga hali uzoq o'tirsak kerak. Assalomu alaykum hammaga. Bizani Telegramdan ko'rayotgan, jonli ko'rayotganlarga va buni YouTube'da podkast formatida, insoniy formatda qaytib ko'rayotganlarga ham alohida salom. Xo'p, bugungi kichkina podkast formatimizda biza hozirda Turkiyada o'qiyotgan Ozoda Yunusaliyeva bilan shu yerdagi Turkiyadagi o'qish tajribasi, bu yoqdagi yashash haqidagi umumiy ma'lumotlarni o'zi O'zbekistondan tashqarida o'zbek qizi bo'lib o'qish qanaqaligi haqida gaplashamiz. Hozircha boshida bir 2 minut shunchaki suhbatlashib o'tiramiz. Unaqa mana qaramanglar, realistikni juda olib qaramanglar, chunki men boshqalar kirishiga ozgina vaqt beramiz. Keyin asta boshlayveramiz. No, siz shu vaqtdan foydalanib, bizani ko'rayotgan odamlarga o'zingizni tanishtirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor, men ismim Yunusaliyeva Ozoda. Turkiyada 5 oydan beri o'qiyman. Istanbul universitetida. O'zbekistonlikman, Toshkent viloyati. Hozirda shu Shohruz akalar bilan hozirlik kursidamiz, turkcha o'rganyapmiz. Qadar. Endi qolgan detallarga endi Asta-asta kirib boramiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, yaxshi. O'zi Turkiya haqida ozgina fikringizni haqida so'rasam yaxshi bo'lardi. Men bu yoqqa o'qishga kelishdan oldin nima o'ylab ko'rganmiz Turkiya haqida, o'zi o'qish qanaqaligini? Chunki men juda ham ko'p yosh qizlar bor, faqat qizlar deb aytmay, yoshlar bor, seriallar ko'rib, Turkiya haqida o'ylagan, Turkiyada o'zi yashash qanaqa, hayot qanaqaligini ko'rgan. Siz o'zi Turkiya haqida avval qiziqib ko'rganmisiz hech? O'qishga kelishdan oldin. To'g'risini aytsam, aynan o'sha abituriyentlik paytimda, Turkiya burslariga topshirayotgan paytimda men nima desam bo'ladi, unaqa qiziqish bo'lmagan. Shunchaki backup plan sifatida topshirganman. Lekin rostdan o'tish xohlaganman, qabul qilinishdi. Ilgari agar particularly Turkiyaga nisbatan qiziqishim haqida gapiradigan bo'lsak, yo'q, unaqa bo'lmagan, lekin unaqa passionate bo'lmaganman Turkiyani o'zi haqida. Lekin tavsiya qilaman agar rostdan qiziqsanglar. Zo'r. Va mana shu yerda biza podkast tugatyapmiz. Kelib o'qisanglar bo'ladi. Hammaga aniq. Yaxshi. Qayerda o'qigansiz o'zi sizda boshlayveraylik Serozning gaplarini. Qayerda o'qigansiz bundan oldin? Maktabingizda? Tak. Dastlab shu public schoolda o'qiganman. Maktab 7 yil. Уже 7-sinf o'qiyotgan paytim bizada endi tumanimizda, Ohangaron shahrida matematika, fizika fanlariga ixtisoslashgan maktab ochilgan. Ixtisoslashgan o'sha Qorako'l maktablarini bitta filial sifatida. O'sha yerga topshirganman men qiziqib. Qabul qilishganlaridan keyin o'qishga boshlaganman. Maktab 11 yillik ta'limni o'sha yerda bitirganman. Juda yaxshi. Sertifikatlar haqida gapirasizmi? Topshirish haqida. IELTS, SAT. Tak, o'sha topshirayotgan paytim IELTS sertifikatim bo'lgan, overall 7. SAT sertifikatim 1390 bo'lgan. 1390 bo'lgan. Which I regret a lot. Na. Xo'p, mayli. Men gapirmayman bo'lsa. Yaxshi narsadan gapiramiz. Xullas, o'sha topshirgan paytim menga katta advantage bergan desam bo'ladi o'sha qabul jarayonida ham. Qabul jarayoni kelguncha o'zi men hozir o'qiyotgan institut yo'nalishingiz haqida aytmadingiz. Yo'nalishim aytdimmi mencha? Istanbul universiteti fizika bo'limi. Fizika bo'limi. Fizika yo'nalishi, ya'ni fan fakultetining fizika bo'limida. Sohaga solishimdan asosiy maqsad bu sohaga qanaqa qiziqqansiz? Chunki fizika sohasida qiziqib, chetda bu sohada aynan o'qishni xohlayman degan sonli o'quvchilar, yoshlar kam. Mening fikrimcha, bu sohaga qanaqa qiziqib qolgansiz? Nima aynan fizikani tanlagansiz? Men honest javob berishim mumkin yoki sal ta'sir qilishi mumkin. Javobim sal nima deydi, chiroyli farqlarni olib. Lekin to'g'risini aytsam, dastlab qiziqishlarim o'sha fizika fanni nima deydi, dars materiallari orasiga kirgandan keyin boshlangan. El qator. Yo'q, seriozmi? Nima xohlayapsiz? Ya'ni matematikdan nima kutasizlar? Fizikani
xullas, ona tili adabiyot kutmaysizlarmi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Keyin shunaqa fizikaga qiziqish boshlaganman и o'sha Qorako'l maktabga ketgandan keyin nima deydi, imkoniyatlarim kengaygan deymizmi уже. O'sha paytda ustozim judayam shikarniy odam bo'lganlar. Shikarniy o'qituvchi bo'lganlar. O'zlari taklif qilishganlar, olimpiadalarga tayyorlanamiz deb. Mhm. Keyin man sekin-sekin o'sha, tayyorlanib ketaverganmiz har yili olimpiadalarga borib, aynan fizika fanidan. Shunaqa qilib man bunday qarasam, fizika fanini bunday passionate bo'lib o'qigan ekanman. Hamma sharoit bo'lgan. Ustoz zaltoy bo'lgan, Zolotoy bo'lgan. zaltoy bo'lgan, tayinlangansizlar. Va Qarasangiz, qarayapsiz fizika o'xshayapti. o'xshayapti-da. Va Ya, ya. keyin mana shunaqa qilib shunday, shot qilganman. Keyin bas. Ya'ni Optik O'zbekistonni o'zida masalan fizika yo'nalishi ga kirib o'qib chiqqanman Ha, ha. 1,5 oy Milliy universitetda. Bu haqida hali to'liq gaplashamiz. Ha, bo'pti. To'xtatamiz. Bu Gaplashayotgan gap narsa to'xtatamiz. bitta. Bu yoqda dunyo hali ma'lumotlar bor. Mhm. Bizni tark etmang deydim. Nima deydi to'kib soladi. Biz bilan qoling. Biz bilan qoling. Xo'p, bu yoqda yashayotganimizga xudo xohlasa 6 oy bo'lyapti. 5 oy to'lib 6-oy ketyapti. Aha. Shu vaqt orasida Turkiya haqida nimalarni o'ylovdingiz xato bo'lib chiqdi? Nimalar umuman kutmagandingiz o'zi Turkiyada? Bu yoqda yashashga ko'nikishingiz haqida bir gapirib bersangiz. Chunki o'sha bundan oldin O'zbekistonga kirgan universitetingizda mustaqil yashashingizni ham olib tashlaydigan bo'lsak, o'zim nima o'ylayman, siz bu yoqda 6 oy chinakamiga mustaqil yashadingiz-da. To'g'ri. Nimalarni tushunib yetdingiz, masalan, Turkiyada yashash qanaqa ekan? Bizlardan farqli joylari bor ekan? Shu haqida fikringiz bilan bo'lishsangiz. Man Turkiyaga kelishimdan oldin to'g'risini aytsam, aniq tasavvurim bo'lmagan bu yerda qanaqa yashashim, qanaqa o'qishim haqida. Mhm. Bu yoqqa kelgandan keyin to'g'risi qiyinchilik ham bo'ldi, yengillik ham bo'ldi. Ya'ni, nima deydi, hamma narsani disadvantage bo'lgandek bu yerda ham shunaqa bo'ldi. Lekin kutganimdan yaxshiroq bo'lib chiqqan narsalar bor. Kutganimdan yomonroq bo'lib chiqqan narsa bor. Kutganimdan yaxshiroq bo'lib chiqqan narsalar bu imенно studentlarga yaratib berilayotgan sharoitlar. O'qish uchun, yashash uchun, mo'ljallar, Mhm. hamma narsa uchun. Aynan o'sha sharoitlar mani rostdan shok qildi. O'zbekiston, like in Uzbekistan I would never. O'sha narsa, серьезно. Keyinchalik agar batafsil aytaymi yo hozir aytaymikan? Ya, o'zi asli boshlasangiz ham bo'ladi. Hay, mayli. O'sha aynan yotoqxona, special yotoqxona sharoiti. Mhm. Ну, yana nima desam bo'ladi? Ya'ni o'qish universitetlar ham, endi universitetlar ham har xil bor, bitta yaxshisi ham, yomoni ham bor. Aynan lekin, ну, umuman olganda ancha yaxshi. Studentga sharoit yaxshi judayam. Har xil imkoniyatlar bilan. Ya'ni oddiy odam hayotidan ancha arzonga yashaydi baribir student. Mana shu narsa. Qulayroq, nima deydi, opportunities Mhm. hamma narsa bor-da. Lekin shunga yarasha ham qiyinchilik taraflari bor. Masalan, man именно, nima desam bo'ladi, Og'riqli topiklardan boshlaymiz. og'riqli topiklar bu Man dokument ro'molcham olaman, to'xtanglar deb. men man Bu yoqda dokument yig'lashli narsalar bo'lishi mumkin. sizlar Turkiyani byurokratiyasi haqida bilib qo'yishinglar kerak, iltimos. Shunaqa. Agar Turkiyada o'qishni xohlayotganlar, aynan Turkiyada oliy ta'lim olmoqchi bo'lganlar bilishi kerak bo'lgan narsalardan bittasi, bu yoqda dokument ishi umuman boshqacha. Siz mana o'ylashingiz mumkin, yo boshqa davlat, to'g'ri, umuman boshqacha bo'lishi mumkin, lekin baribir o'zbeklar, turklar o'xshash joyimiz ko'p. Anavilar ham bir xil bo'lishi mumkin, dokumentlarni tayyorlash ham bir xil, umuman unaqa emas. Qochinglar deb. Hozir Yo'q, bu yoqda dokument sal To'q, qiyinroq. to'q. Unaqa qiynalib tashlamaylikku, eplasa bo'ladi, lekin qiyinroq. Narsa bo'ladi. Endi dokument ishigacha kelgan odam menimcha qo'ya hamma narsani eplaydi. To'g'ri lekin. Dokument ishigacha kelib olsanglar, xudo xolasa, bu yog'i ko'zda yoshni artsanglar o'tib ketaveradi hammasi. To'g'ri, o'zi Turkiyani o'ziga kelib olish uchun ham ancha muncha narsa ketadi o'zi. Xuddi shunaqa. U qismi haqida ham ozgina gaplashamiz. Man siz bilan gaplashishni xohlagan topiklardan bittasi bu universitetlar solishtirish. Chunki menda bunaqangi opit yo'q. Agar O'zbekistonda ozgina muddatda bo'lsa ham o'qiganimda, O'zbekistondagi universitet bilan bu yoqdagi universitetlarni ozgina solishtirib ko'rgan bo'lardim. Mhm. O'qish haqida, o'sha yashash sharoitlari haqida. Siz bundan oldin O'zbekiston universitetida o'qigansiz. Nechadir oy, adashmasam? 1,5 oy. 1,5 oy o'qigansiz. O'sha yerda 1,5 oy o'qigan tajribangiz bilan o'shanga asoslanib, bu yoqda o'qishni ozgina solishtirib bera olasizmi? Nima boshqacha? Chunki men hozir kommentariyani ochib qaradim. Shunaqa savol bergan qiz ham bor. Ya'ni O'zbekistondagi o'qish bilan anaqasi qanaqa? Farqi qanaqa bu yoqdagi o'qishda? Xo'p. Dastlab nimadan boshlaymiz? Shu, qaranglar. O'zbekiston universitetlarida bilasizlar, har bitta kurs uchun, har bitta yo'nalish, umuman hamma studentlar uchun aniq belgilangan tartib bo'ladi. Aniq belgilangan, nima desam bo'ladi, dars Mhm. dars dars jadvali bo'ladi. Tushundim. U narsani hech kim o'zgartira olmaydi. Masalan, sizlar
ham o'qib, ham ishlaydigan bo'lsanglar, sizlarni dars jadvalinglar to'g'ri kelmay qolsa, уже nima deydi, uni o'zgartira olmaysizlar-da. Ishlarni o'zgartirishinglar kerak bo'ladi. Ну, bu yerda lekin agar, 2 xil narsa bor. Masalan, eee, o'zi har bitta yo'nalishda majburiy fanlar bor, ixtiyoriy fanlar bor. Endi hammasini ham o'ziga yarasha kredit bor ili yo'q. Xullas, nima deydi, darslar har xil vaqtda o'zlaring tanlaysizlar. Yana bitta narsa bu yerda nima deydi, ba'zi universitetlarni 4 yilda bitirish kerak emas, nechadir odamlar 5-6 yillab o'qiydi. Endi u nima deydi, o'ta erkin bo'lgani uchun emas albatta, endi u qiyin bo'lgani uchun, lekin mana shu narsa men notice qilgan narsam Mhm. bu yerga kelib, ayrıca nima bo'lishi mumkin? Ha, turkchasi tiqib ketaman deydi ayricha. Bilmay qoldinglar, men aytib ketaymi? Masalan, Turkchasi tiqib ketyaptilar. qaranglar, turklarda masalan turk bo'lib turib, ingliz tilida o'qitiladigan sohada o'qisangiz bo'ladi, o'ta cheklov yo'q. O'zbekistonda masalan ingliz tilida o'qitadigan sohani o'zi почти yo'q o'qiy olmaysiz ham agar. Ha, davlat universitetlarida shu. Davlat universitetlarida shunaqa. Hozir aytiladigan hamma narsa davlat universitetlari haqida. Aha. Hozir просто bunday qo'yib eshitayotgan odamlar bo'lib qolsa, YouTube'dami yo просто Telegramda hozir kirganlar bo'lsa, biz davlat universitetlari haqida gaplashamiz. Umumiy ta'lim sohasini, davlat tashkil qilgan ta'lim sohasini bu yoqdagi Turkiyada tashkil qilingan ta'lim bilan solishtirib ko'ramiz. O'zimizni fikrimizcha, albatta. O'zimiz experience. Shunaqa, o'zimiz yashab ko'rgan inson sifatida qarab No, ko'ramiz. yana bitta narsa bor bu yerda. Hozir biza hozirlikda bo'lganimiz uchun hali to'liq bilmaymiz ya'ni. Mana bu bizani nimalar kutyapti hozir. Xuddi shunaqa. Hozirlik temasini zo'r ochdingiz. Hozirlik temasi. Mana shu tema haqida ozgina gaplashishni xohlagan bo'lardim. Mhm. Qisqacha ma'lumot berib ketaman. Biz hozir universitetda o'qiymiz. Universitetda bitta qismida, lekin o'zimizni sohamiz bo'yicha emas. Bu yil tayyorlov yili deb hisoblanadi. Masalan, biz turk bo'lmaganimiz uchun yana biza bu grantni turk davlatini o'zi qoplab beradigan grantni o'qiyotganimiz uchun bizaga turk tilini bilish majburiy deb hisoblanadi. Shu uchun biza universitetda til markaz qismida faqat til o'rganyapmiz birinchi yilda. Ya'ni bizada masalan, ozodona sohasi fizika bo'lsa, fizika bo'yicha, mani soham IT bo'ladigan bo'lsa, IT bo'yicha biron nima o'rgatilmayapti-da. Faqatgina turk tili o'rgatilyapti va shu yil, shu mobayindagi o'tgan har kunimiz hozirlikda umumiy qilib aytiladi. Hozir biz shunda hozirlikda o'qiyapmiz. Bu yoqdagi turk tilini o'rgatish bo'yicha qanaqa fikr bildirasiz? Chunki menga kimdir kelib turib, Mhm. o'tgan yil men Turkiya burslari haqida ma'lumot qidirganimda, turk tilini turk tilida o'rgatishadi deyishgandi. Shu haqida fikringiz, turk tilini o'zi o'rganish qanaqa ekan? Umumiy o'rganish eksperiyensida bo'lishsangiz. Men o'rganish experience'im bo'lishadigan bo'lsam, bilasizlar endi o'zbekmiz, baribir bizlar uchun ancha oson bo'ladi, zotan qardosh til. O'sha narsa advantaj bergan masalan o'zbeklarga. Любой universitetda o'qigan, любой til markazida o'qiydigan o'zbek ham, любой nima deydi, sharoitda o'rganib ketaveradi. Turkcha o'qitishadi. Ular nima deydi, miyasi avtomatik qabul qiladi-da. Lekin bizada даже Yevropadan kelgan bor, mana bu Lotin Amerikasidan kelganlar bor, arablar bor u yerda. Ular judayam ko'p struggle qilishgan masalan. И то hozirgacha ham даже mana bu yuqori уровеньdagi studentlar ham уровеньni oxirida bo'ladigan testlarni yiqilishyapti. Men qanchadir masalan 6 oydan beri shu yerda yashayotgan studentlarim. Sababi nima? Chunki rostdan ham turk tilida o'rgatiladi turk tili. Endi hamma uchun universal emas. Endi Fatih til markazi bor, asosiy til markazi, masalan, Istanbul universiteti o'ziniki. U yerda bor endi ingliz tilida tushuntirib, o'sha turk tilini o'rgatadigan o'qituvchilar ham. Lekin masalan, o'zimning experience'imdan gapiradigan bo'lsam, bizani avjilarda umuman inglizcha gapirib o'rgatishmaydi. Даже inglizchani просто uncha yaxshi bilishmaydi. Ya'ni basic narsalarni bilishadi, grammatikaga oid narsalarni bilishadi. Lekin yo'q, inglizcha o'rgatmayman deyishadi. Biz so'raganmiz ham, даже eng boshida. Lekin yo'q, rad qilishgan, чтобы turkchani o'zida o'rganishing kerak deb. Xuddi shunaqa, sen inglizcha o'rganmayapsan, ya'ni siz majbursiz. Agar o'zbek bo'lmasangiz, umuman nima deydi, Centralniy Aziyadan bo'lmasangiz, уже omadingizga tayanasiz, nima deydi. Shunaqa. Turkiyada o'qishni shaxs sifatida qanday o'zgartirdi? Ya'ni o'zinglarga bog'liq birinchi o'rinda. Lekin-da ko'p narsani o'rgatadi. Masalan, nima deydi, o'z haq-huquqlarini ko'proq talab qilishda taqozo qiladigan narsa-da bu. Nima chetda o'qish, chetda yashash, Aha. chetda hayot kechirish, umumanda shu narsa. Masalan, O'zbekistonda bemalolsiz. Masalan, hamma narsani o'zingiz qilmaysiz, hamma narsaga o'zingiz долженmasiz. Sizga tayyor qilib qo'yishadi. Endi to'g'ri, ba'zi narsalar o'zingiz bo'yingizda, lekin shunda ham nima deydi, sizni support qilib turadigan odamlar har doim topiladi. Bu yerda bo'lmaydi. Ya'ni o'zingiz rostdan ham chetda o'qish ancha nima deydi, ayniqsa endi adulthoodga
transition qilayotganingizda ancha qo'l keladi deb o'ylayman. Anchagina. Nima deydi, yolg'izlikka o'rganasiz ham. Keyin nima deydi? Yana ro'molchani ol ekanman. Yo'q, bu gap yaxshi bu. Ya, Pozitiv deb. har tomonlama to'g'ri qo'shilaman. Chunki bu yoqda yashayotganingizda sizga hech kim nima deydi, kelib turib, mana bu sanga, uni sanga deb 100% yordam bermaganda tushunib yetasiz. O'zizga o'zingiz qolgansiz faqat. Bu faqat chetda o'qish emas menimcha. Bunaqa vaziyatda o'zingizda ham yaratsangiz bo'ladi. Masalan, viloyatda o'qiyotganlar Toshkentda o'qishni boshlaganda ham xuddi shunaqa narsani his qilishadi. Va osonroq yashaysiz. Biz masalan bu yoqqa kelganda umuman tilda bilmagan bo'lsak, ular ham shunaqaroq narsa his qilishadi. Plyus tilda bilishadi, tanish bilish bo'ladi. Bizada o'sha ham bo'lmagan. O'sha uchun nima deydi? Qiyin vaziyatlarda qaror chiqarish, iqtisodiy bilim, nima deydi? Kelayotgan pul bor, ketayotgan pul bor, hamma narsani hisob-kitob qilishlarni shularni o'rgatadi. Turk tilini o'rganishda qiyinchiliklar bo'ldimi? Xalqaro talabalar bilan muloqot qanaqa? Turk tilini o'rganishda qiyinchilik bo'lmadi, bo'ldi-yu, lekin unchalik sezilmadi deyishdi. Bu savol biza qilmaymiz. Oldinroq aytib o'tdilar. O'zbek bo'lganimiz uchun bizga osonroq. Lekin xalqaro talabalar bilan muloqot qanaqa? Masalan, O'zbekistonda xalqaro inson boshqa davlatdan insonlarni uchratish qiyin. Nima deb o'ylaysiz? Bu yoqqa kelib turib boshqa davlat insonlari bilan chiqishib ketish, ular bilan do'st bo'lish osonmi? Manimcha oson, ancha oson. Masalan, даже O'zbekistondagi ba'zi odamlar bilan do'stlashganda bu yerdagi xalqaro talabalar bilan do'stlashgan oson manimcha. Chunki nima desiz bo'ladi, siz ayni muhitda bo'lasiz, ya'ni. Siz boshingizdan kechirayotgan narsa ularni ham boshidan o'tayotgan bo'ladi. Или qiyinroq yursangiz, или osonroq, lekin nima deydi, common narsalar topa olasiz ular bilan. Ular ham masalan nima deydi, sizga o'xshab xuddi o'qigan, nima deydi, Qiyin yo'lda bosib kelishgan. qiyin yo'l bosib kelishgan, xuddi shunday ichkilikdan nima desak bo'ladi. Shuning uchun ham nima deydi, orada ko'pchilik uchun baribir ingliz tili, nima deydi, universal til, global til. O'shani orqasidan ham nima deydi, til topishib keta olasiz. Xuddi shunaqa. Qaysi davlatdan borishidan qat'iy nazar. Shunaqa. Qiziq ham bo'ladi. Umuman boshqa davlat, boshqa atmosfera, boshqa culture. Uni faqat biza xohlamaymiz-da, ya'ni boshqa xalqaro va boshqa davlatdan bo'lgan insonlar bilan ko'rishishni, ular bilan tanishishni faqat biza xohlamaymiz. Ular ham xohlaydi. To'g'ri. O'sha uchun ularni ham fikri, bizani ham fikrimiz, ularni ham qayerdandir chiqib kelgani, bizani ham boshqa umuman davlatdan chiqib bu yoqda kelib grantda o'qiyotganimiz birlashtiradi. Hozir yana grant haqida gapiryapmiz. Chunki bizning atrofimizda faqat hozir juda katta qism grant bilan yutib kelganlar. Обществоda umuman olib qaramayman, hozir o'qish haqida gapiryapman. O'qishimizda juda katta qismi grant yutib kelganlar. Ular bilan chiqib ketish osonroq, chunki grant tanlayotganda shunaqa o'quvchilarni tanlaydi. Kelajagi porloq, fikrlash har tomondan yaxshi fikrlaydigan, har tomonlama yaxshi fikrlaydigan insonlarni tanlashadi. Shu uchun ular bilan chiqib ketish ham osonroq bo'ladi. Turkiya burslar grant intervyu chaqiruv qachon boshlangan? Chaqiruv mayda boshlangan, lekin bu savol undan ham qisqaroq boshqa savolni keltirib chiqardi. Sizni Turkiya burslari bo'yicha intervyuga chaqirishgan. Yo'q deydi, chaqirishgan. Yo'q. Lekin o'shanda sizga qanaqa savol berishgan? Intervyuda qanaqa savollar kutgansiz-u, qanaqa savollar berishgan sizga? Men kutganimdaqa, to'g'risini aytsam, deyarli men kutganimdaqa 100ga 100 to'g'ri keladi. Chunki masalan men ko'rganim o'sha nimaga bu stipendiya topshiryapsiz emas. Dastlab o'z haqida ma'lumot berasiz, sohangizdan bir ikkita savollar, ya'ni sohangiz haqida, sohangizdan aynan mana shu haqida nima bilasiz, mana shu haqida nima bilasiz. Masalan, fizika bo'yicha savollar berishgan. Undan keyin bu grantni yutib, mana shu Turkiyada 4 yil bakalavr bitirganingizdan keyin rejalaringiz qanaqa degan savol bor. O'sha savolni kutganman ham, berishgan ham. Javob ham berganman endi. Nima deyapsizlar? Nima demoqchi bo'lyapsizlar hozir? Yo'q, javob you Ya. guys don't wanna hear that. Aniq. Yo'q, yaxshi javob bermaganlarda bu yoqda bo'lmasdi. Ustalik. Ishonamizmi? Ishonamiz. Boshqa ilojimiz bormi? Yo'q. 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 Yaxshi. Endi intervyuda o'zi nima deydi? Juda ko'p holatlarda unaqa qiynashmaydi. Unaqa qiyin savollar berishmaydi, unaqa falsafiy narsa kutmanglar. Ularning asosiy maqsadi sizlarni fikrlashinglarni so'rash. Kelajakka intiladimi bu o'quvchi? Masalan, ular sizlarga tasavvur qilishinglar uchun bizaga har bir yiliga har bir o'quvchiga nechadir $1000 pul tikiladi har yili. Bu faqat o'quvchining o'ziga va o'qitishdan tashqari ham juda ko'p narsalar bor bizada. Har hafta bo'ladigan qo'shimcha darslar, har oy uchrashadigan har xil tadbirlar, ularga juda katta pul tikiladi. Ya'ni bularning hammasiga hozir o'qiyotgan o'quvchi loyiqmi? Mana shuni so'rash uchun oddiy bir ikkita savollar berishadi. Ya'ni nima uchun bu grant tanlading? Grantni yutib bo'lgandan keyin nima qilmoqchisan? O'zi nima deb o'ylaysan? Bu grantga o'zi nimaga san loyiq deb o'ylaysan? Xuddi shunaqa oddiy savollar berishadi. Unaqa qiyin narsa kutmanglar. Agar endi bo'lishi mumkin, menga ham chunki shunaqa savol berishgan, o'zim sohamga oid
Masalan, men soham endi IT bo'lgani uchun umumiy kompyuterlar haqida savol bergan. Qanaqa kompyuter yig'dirsa bo'ladi? Kompyuter sizga nima muhim degan. Agar mana bunaqangi savollarga javob bilmasanglar, bilmayman deb qo'yaversanglar ham ular unaqa katta narsani o'zgartirib tashlamaydi. Masalan, bu qo'shimcha savol. Kompyuterni bilasanmi degan. Men kompyuterda o'qishni xohlayman, lekin kompyuter haqida hech narsa bilmayman desam ham ular xo'p deb o'tkazib. Chunki ularga muhim narsa sizni fikrlashingiz. Siz kompyuterni bilish yoki bilishingiz emas. I don't think so. Ayting. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Endi sohangiz haqida ma'lumotingiz ham bo'lishi kerak endi. Yo'q, Ularniki to'ppa-to'g'ri. ularni kezida boshqachadir. Ну, siz вообще-то kompyuterni bilmaysizmi, bilasiz-ku. Bilganingiz uchun ham o'tgandirsiz balki. Ya'ni Может. Parsley masalan shu narsa qilsa qo'shgandir demoqchiman. Yo'q, bir tomondan bularni ham aytgan gapni joyi bor. Masalan, men fizikman desalar, Nyuton qonuni nima desa bilmayman, lekin men fizikani o'rganmoqchiman desalar o'tmaysizlar, bu garantiya. Bu chunki bu juda basic narsa. Lekin sizlar kirganinglardan keyin programming language'da man dasturlash tilida mana bunaqa narsa qilsa nima bo'ladi deb hech qachon so'ramaydi. To'g'ri. Bu boshqa, bu O'ta o'ta spesifik. Ha, o'ta spesifik narsa bo'lgani uchun. Lekin-da juda ham oddiy narsalarni bilmay kirolmaysizlar. Bunisi ham to'g'ri. Boshlanaman. Xo'p, Turkiya burslarida test savollari. Test savollari qanaqa bo'lgan? Qiyinmi? Yo'q. Shunchalik osonmi? Yo'q. Men detallarga kirib chiqadigan bo'lsam, sizlar nima deydi? 11 yillik programmani tugatgan odam uchun qiyin emas. Endi qaranglar-da, sizlar sohalarga ham bog'liq. Masalan, hamma ham matematikaga bog'liq, matematika orqali o'rganiladigan soha o'qimaydida. Kimdir tilchi bo'ladi, kimdir psixolog bo'ladi, kimdir san'atchi bo'ladi. U yerda вообще ko'p optionlar bor. Masalan, o'zim ham struggle qilganman bu test bilan. Fizik bu. Lekin testdagi performansiyalardan nima desam bo'ladi? Intervyu muhimroq deb o'ylayman. U testdagi, ya'ni nima deydi, basic biliminglar bormi o'zi umuman? Maktabdagi o'sha matematikani o'qigan, matematika, mantiqi yana orada. Nima bor? Geometriya, fizika yo'qmi? Yo'q, fizika yo'q. Matematika, geometriya, mantiq, IQ shu. Unga tayyorlaninglar, lekin unaqangi muhim narsa emas. Men kirib, men ham rosa o'qib chiqqanman. Eslayman. Kirib chiqib, menimcha yarmidan ham kam topgan. 40 ta bo'lsa, 24 ta, 20 nechtadir topganman. Juda kam topgan. Yo'q, siz qanday bilgansiz? Men bilmadim. Aytgan bizga. Bizdan so'ragan, nechta topgansan deb. Raso qildim deb kirib aytganman. Katta aytib qo'ymay, yomon aytib qo'y. Kirganda aytganman, raso qildim deb o'ylayman deganman. Bo'ldi. Qarab turgandim. Keyin aytgan. 20 nechta degan esimda yo'q. Lekin anonsi yo'q. Agar to'g'ri aytdilar, agar sohalar matematikaga oid bo'ladigan bo'lsa, iqtisod, biznes bo'layotgan bo'lsa, qattiq qaranglar, chunki bu sizlarning fikringlar. Nima bu sizlarning asosiy faninglar matematika. Undan yaxshi bo'lmaslikka haqqinglar yo'q. Yo'nalishlar jurnalistika, tarix bo'ladigan bo'lsa, kirib shu ABCD. Yo'q, hammasini B qilib chiqasizlar ham xullas nima deydi o'sha. Endi hazil-ku, bunaqangi katta e'tibor bermaydi. Masalan, sen jurnalistikaga kirib 8 ta topsan, san jo'natmaymiz deya olmaydi hech kim. Ular ham biladi, chunki ular tuzadigan test O'zbekiston uchun qiyinligini. Masalan, olinadigan test joyi O'zbekistondagi turk litseyida bo'ladi. Ular biladi bizning o'qitish sistemamiz qanaqa, turklarda bizdan ko'ra matematika, fizika qiyinroqligini ham biladi. Menimcha. Endi men oddiy maktab tugatgan odam sifatida aytaman. Balki ularning maktabida, ixtisoslashtirilgan maktabda holat boshqachadir. Bizning maktabdagi matematika bilan geometriya, o'sha algebra geometriya, bu yoqdagi algebra geometriyadan ancha oson. Deyarli o'yinchoq. Bu yoqda qiyinroq. Turkiyada o'qitish sistemasi qiyinroq soha bo'yicha. Ular ham shuni tushunib turib savol-javob qilishadi. Turkiyaga kelgandan keyin sizda eng ko'p shok qilgan narsa nima? Jinni qilib qo'ygan narsa prям. Sigaret. Diabolical amount of cigarette. To'g'ri. Shunaqa. Men qo'shaman, ozgina qo'shaman. Sigaret, hijobli qiz oldinda sigaret chekib o'tib ketganda men aslida bir shok bo'lganman. Prям yosh qiz. 10 guldan bir gul oshmagan qiz. Hijoblarni kiyib oldinda sigaret chekib o'tib ketganda tushunganman. Yo'q, bu O'zbekiston emas ekan. Yolg'izlik hissi bo'ladimi? Qanday yengish mumkin? Stress va bosim bo'lganda nima qilasiz? Stress va bosim bo'lganda moslashasiz. Endi batafsil aytsam ekan, ya'ni yolg'iz his qilishingiz bu tabiiy narsa. Baribir O'zbekistonda ham yolg'iz his qilgansiz. Ilgari yolg'iz his qilmaganda bo'lmaydi-da baribir. Bu yerga boshqacharoq bo'lishi mumkin. Просто nima desam bo'ladi? Ko'proq boshqa o'zbeklar bilan tanishing, qiling, nima deydi, ular bilan ko'proq gaplashing, vaqt o'tkazing. Hafta oxirida masalan 2 kundan bor, o'sha payt masalan qatlargadir boring. Shunda oddiy qilib aytganda, o'zingni o'zing olib chiq yolg'izlik. O'zingni o'zing olib chiq, o'zing harakat qil. Masalan, sizga kimdir kelib, mana men senga solution deb ko'rsatmaydi-ku endi. O'z qilasiz. Stress har doim bo'ladi. Lekin aytish kerak, yolg'izlik bilan stress har doim bo'ladi. Chetda o'qiyotgan o'quvchi uchun. Lekin nima deydi? O'zi chiqib ketasiz vaziyatdan. Короче, nima demoqchilar hozir? Kuchli bo'linglar, o'zinglar qanaqangi yomon vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa ham o'zinglarni qutqaringlar. Qanday qutqarishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Ozodani pulli kursiga obuna bo'linglar. To'ppa-to'g'ri. Istanbul bilan boshqa kichik shaharda o'qishning farqi nimada?
kichkina shaharda o'qigan yaxshi deysizmi, Istanbul haqida? Endi men savolni ozgina o'zgartirayman, chunki biz kichkina shaharda o'qib yurgan odam bilan ko'p gaplashmaganmiz, menimcha. O'zimiz ham o'qib ko'rmaganmiz, faqat Istanbulda o'qiganmiz. Lekin sizga qaytib imkoniyat berilganda Istanbulni tanlagan bo'larmidingiz? Hop, qaytib imkoniyat berilganda manimcha albatta Istanbul tanlagan bo'lardim. To'g'risini aytsam, Istanbul nima desam bo'ladi, ko'proq nima deydi, megapolisda umuman. Masalan, Anqarada o'qiydigan bitta qiz bilan gaplashib ko'rganman. Masalan, dengizga chiqish imkoniyati yo'q ko'p. Masalan, Turkiyani ichida ko'p shaharlarni chegaradagilar, aytmasa Izmir deymiz. Nima bor yana? Yo'q, mana shu Izmir keladi faqat. Yo'q, farqi yo'q. Masalan, Izmir, hop. Masalan, Izmir deylik. Masalan, ularda ham sal nima deydi, dengizga chiqsa bo'ladi. Или gap dengizda ham emas, nima desam bo'ladi, shahar o'zini hayotiga bog'liq. Bunaqa. To'g'ri, kichkina shaharlarda uncha bunaqa nima deydi, shovqin-suron, nima deydi, unaqa travmatический hayot bo'lmaydi-da. Lekin Istanbul menimcha ancha yaxshi. Ko'proq baribir asosan sayohat qilish xohlaysizlar bu yerga kelgandan keyin tabiiyki. И o'shanga ham ko'p nima deydi, tarixiy narsalar ham, modern narsa, entertainment hamma narsa uchun sharoit bor. Lekin nima desam bo'ladi, vaqtilari nima deydi, maroqli va sifatli o'tkazish uchun. U yerda masalan zerikarli deb o'ylayman. Lekin u yerda ham masalan tinchlikni yaxshi ko'radigan odamlar uchun yaxshi menimcha. U yerda ham endi To'p normal sharoitlar yaratib qo'ygandir. Ular ham tosh davrida emas-ku, ular ham Xuddi 26-yilda. endi mana bunaqa savol menimcha men o'ylayman, ozdan fikr so'z to'g'ri, buni qarshilashib bo'lmaydi. Aha. Bu hammani o'ziga bog'liq. Masalan, siz o'zingizdan so'rab ko'rishingiz kerak. Katta shaharda, shovqin ichida yashash menga yoqadimi? Endi baribir hamma har xil bo'ladi. Yo bo'lmasa shu tinchroq joyda, umuman baland bino yo'q bo'lgan joyda yashab o'qish yoqadimi menga? O'zingizdan o'zingiz so'rab ko'rishingiz kerak. Masalan, men o'ylardim, menga megapolislar yoqadi. Katta shaharlarda yurish, judayam qiynalish. Chunki men Navoiyda o'qiganman. Butun hayotim davomida Navoiyda yashaganman. Bizdagi siz ishlatadigan eng ko'p ishlatiladigan shu transport vositasi taksi. Bizada avtobuslar yoki metrolar metro yo'q, avtobus unaqa keng tarqalmagan va shu uchun juda ko'p odam taksi ishlatadi. Men hayolimda o'ylardim, institutga ketayotganimda avtobusda o'tirsam, metroda o'tirsam bir qanaqadir boshqacha naushniklarda o'tirib borsam deb. No, mana shu yerga kelib tushunib yetdim. Ichki dunyoyingiz, ichki vibingiz har doim boshqacha bo'ladi. Agar menga masalan kimdir kelib turib, topshirayotgan joyimda qaytib so'rasa, "Men senga list tuzgan, qaysi institutda o'qimoqchisan?" desa, men institutga qarab qolsa hech nima demayman. O'qiyotgan institutim o'zimga yoqadi. No, o'qiyotgan shaharimni almashtirgan bo'lardim. To'g'risi. Ha, to'g'risi. Izmirga almashtirgan bo'lardim, masalan. Chunki aytayman, buni o'zingiz yashab ko'rmaguncha sezmaysiz. Tinchroq joyda men o'ylardim yana shu Navoiydan kelib chiqqanim uchun kattaroq shaharda yashash yoqardi deb o'ylardim. No, aslida odam ichki dunyosi hammani o'zi bilan bo'lib rivojlanib boraverar ekan. Shu bu savolni siz o'zingizdan so'rang. Bu yoqqa yig'ilganimiz asosiy sababi menga shu paytgacha qanaqangi video qo'ygan bo'lsam ham, qanaqadir ma'lumot bergan bo'lsam ham, beriladigan eng ko'p savol chetda o'qish qanchalik xavfli yoki xavfsiz qiz bola uchun. Nima deb o'ylaysiz? Chetda o'zbek qizi bo'lib turib, O'zbekistonda butun umr yashagan qiz bo'lib turib, chetga chiqib o'qish xavflimi? Imенно Turkiya haqida gapiryapmiz hozir. Xavflimi yoki xavfsizmi? Tak, birinchi o'rinda bitta narsani eslab qolinglar. Qiz bolalar qaysi davlatda bo'lishlaridan qat'iy nazar 100% xavfsiz emassizlar. Man aynan nima deydi, maqsad o'sha hushyorlikka chaqirish. Umuman O'zbekistonni o'zida yurgan bo'lsanglar ham, o'zi 100% o'zlaring aniq qilolmaysizlar. Masalan, kunni istalgan vaqtida ko'chaga chiqish yoki nima deydi, o'zi xohlagan ishlar bilan band bo'lolmaysizlar masalan. Просто mana shu narsani hisobga olgan holda mana shu yerda nima desam bo'ladi. Lekin bitta narsani aytishim kerak. Bu yoqqa kirishdan oldin men bu yerda hozir yashayotganimchalik xavfsiz deb o'ylamaganman. Potensial xavflarni kutganman endi, nima desam bo'ladi. Va O'zbekiston hamma narsaga tayyor edim. hamma narsaga tayyor edim, lekin karatega bormadim hali deb. Xo'p, O'zbekistondagidan xavfsizroq deb o'ylayman. Ko'proq nima desam bo'ladi. O'zbekistonda ayniqsa maktabda ham, universitetda ham prям nima deydi, qizlarga baribir catcalling deydimi, nima deydi? Gap nima? Gap nima desam bo'ladi? Xo'p, Har xil gap bo'ladi. Nima demoqchi? gapirishadi deylik. Aha. Gapirishadi. И bu yerda unaqa emas ko'p. Nima deydi, ko'proq respectful deb o'ylayman, immature deb o'ylayman. Может, men universitetda bo'lganim uchundir. U yoqda ham masalan universitetda bor, lekin u yerda ham даже universitetda o'qigan paytim ham rostdan ham nima desam bo'ladi, immature behavior bo'lgan lekin qizlarga nisbatan вообще mana shu narsa. Xavfsizlik jihatidan bo'lsak,
Даже manda ham bo'lgan, masalan, tunda qorong'uda bir o'zim yurgan paytlarim ham bo'lgan shahar ichida. Bir o'zim masalan, hech kimsiz. Masalan, Qo'shib keting, uzr, qo'shib bu keting. narsa bo'lgan. O'zbekistonda bunaqa bo'lmasdi. Ayniqsa, masalan, Toshkentni o'zida yursangiz, menimcha yo'q. Masalan, o'zingiz kichkinaroq joyda, chekkaroq joyda yashaysiz, может, bilasizda, menimcha xavfsiz. O'zimni yashayotgan joyim, nima deydi, unaqa odam ko'p ham bo'lmaydi, unaqa potensial xavf-xatar bo'lmaydi-da endi. Lekin mana bu yerda katta shaharda bo'lganingizdan keyin hamma narsani kutishingiz mumkin-da. Shunaqa. Shunaqa. Men o'ylaganimdan ancha xavfsizroq bu yerda. Даже Mhm. O'zbekistonda endi. To'g'risi, men o'zim experience, hamma personal experience ga bog'liq. Mhm. Shunda Bajonidil. umumiy qilib aytganda, agar o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, O'ziga to'g'ri bo'lsangiz. to'g'ri joyda, to'g'ri vaqtda yuradigan bo'lsangiz, endi baribir hozir Yusuf to'g'ri aytdi. Hech kim hech qachon kelib turib, bu yoq 100% xavfsiz deolmaydi. Aha, Chunki hamma davlatda ham har xil odam bo'ladi-da. to'g'ri. Siz kelib turib hamma uchun javob hech qachon berolmaysiz. O'zingizga to'g'ri bo'lib, to'g'ri vaqtda yurib, to'g'ri ishlar bilan shug'ullansangiz, Turkiya mega Xavfsiz. xavfsiz. Simply. Endi kelib turib har doim bir o'zinglar yurishingizni ham tavsiya qilmayman lekin. Xuddi shunaqa. Даже biror Yo Bruzilya yuringlar, yo karateni bilinglar deydi. to'g'ri, to'g'ri. Karate, любой martial art'ni o'rganib qo'ysanglar zarar qilmaydi. Aha. Nima deysiz? Turkiyaga kelishdan oldin Turkiyadagi endi baribir biza hammamiz o'ylaymiz, Turkiyada hamma narsa bor, hamma narsa arzon. Chunki bizda ham sotiladigan ko'p narsa turetskiy deb sotiladi. Nima deb o'ylagan bo'lardingiz? Mana bu yoqqa kelayotganingizda nimalarga e'tibor berish kerak? Kosmetika deydimi? Именно qizlar uchun aytilyapti bu. Kosmetika, kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Nimalarga ehtiyot bo'lish kerak deysiz? Nimalarni o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak? Nimalarni bu yoqdan har doim topib bilasiz. O'zbekistondan ko'tarib kelish hojati yo'q, masalan. Именно shu. Qizlar internetdan xohlab ham qidirib topolmaydigan narsalar haqida gaplashsak. Bu yoqda chunki o'qish, anoq haqida manimcha yetarlicha gaplashdik. No, bu yoqqa o'sha ishlash uchun bo'lishi mumkin, o'qish uchun kelayotgan qizlar mana shunaqa narsa haqida ham o'ylaydi, masalan. Shunga javob bersangiz. Ushbu qism Telegram uchun eksklyuziv hisoblanib, uni videoning ostidagi havola orqali ko'rishingiz mumkin. Hamchasida yopsak ham bo'ladi. Mhm. Hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Telegramda ko'rayotganlar hammasiga rahmat, chunki men o'ylayman bunaqangi format yo'q, podkastni jonli ko'rish. Chunki men hozir YouTube'da mana shu narsani ko'rayotgan bo'lsangiz, siz bilingiz juda ko'p narsani o'tkazib yubordingiz. Men bundan shunaqangi ko'p kulgan joylarimni kesib tashlayman. Tasavvur qila olmaysiz. Bu kerak. Nima deydi? Podkast olish, podkast endi suhbat sifat narsani olish qanaqadir sizda stress uyg'otadi-da. O'sha stressni yengish jarayonida yagona narsasi kulishda, kulishib gaplashish. Men shunda hammasini to'liq ko'rmoqchi bo'lgan shu qiziqqan odamlar ko'ra olishi uchun Telegram kanalida jonli qilib o'tkazaman. Agar siz buni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, siz o'sha narsani o'tkazib yuboryapsiz. To'g'ri, kamroq vaqt qilayotgandirsizku, lekin kamroq vaqt sarflab ko'proq narsa ko'rayotgandirsizku, lekin asosiy madaniy hordiqni o'tkazib yuboryapsiz. Shu uchun Telegram kanalida o'tib ko'rsanglar, menga ham men ham xursand bo'lgan bo'lardim. Shunaqa. Telegramda shu yergacha ko'rganlarga umuman alohida respekt. Sizlar eng zo'risizlar. Sizlarga rahmat. Aynan mana shu yerda o'tirgan har bitta odam uchun men ozoda o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan любой odam gapirgan bo'lardi. Men o'ylayman. Chunki nima deydi? Yaxshi fikrlash, dunyoqarash to'g'ri bo'lishi yaxshi narsa-da. Buni boshqalar bilan bo'lisha olish bu umuman boshqacha yaxshi narsa. Ya'ni siz o'zingizda bor bilimni boshqaga bera olishingiz, bu nima edi? Birinchidan bu yozilgan narsalardan, o'zingizda bor narsani boshqa odamlarga tarqatishingiz, o'zingizdagi bor yaxshilikni boshqalarga bo'lishishingiz. Bu yozilgan biza qilishimiz kerak bo'lgan amallardan. Shu narsani qilishga, shu narsani barobar qilishga, sizlar bilan ko'proq suhbatlashishga harakat qildik. Shu yergacha ko'rgan hammaga rahmat. Ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Ozidaga alohida rahmat javoblar uchun. Rahmat stream uchun Shohruz. Salomat bo'ling. Ozidaga alohida rahmat javoblari uchun. Ozidaga men ham rahmat aytaman. Tushunishingiz uchun aytaman. Bizning darsimiz примерно 2 soat oldin tugagan. 2 soatdan beri men bilan birga o'tiribdilar. Hozir uyda borib, bemalol yotib, dam olsa bo'ladigan vaqtini biza bilan shu qadrli vaqtini biza bilan bilimlarni bo'lishish uchun sarflaganingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. O'tirganlarga hammasiga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. 20 marta xayrlashaman yana hozir.